Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini yanada rivojlantirish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari soni yildan-yilga ko'payib, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qamrovi ham ortib bormoqda. Qarshi shahrida ham yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlari foydalanishga topshirilmoqda. Hozir shu haqida 2022-yilda Arabxona mahallasidan ajralib chiqqan Taraqqiyot mahallasida bugungi kunda 4000 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Shu kunga qadar hududda katta qamrovga ega bo'lgan davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud bo'lmagan. Shu sabab Qarshi shahar maktabgacha ta'lim bo'limi hamda mahalla aholisi tashabbusi bilan hududda yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti qurish taklifi Mening bog'cham loyihasiga joylandi. Bir yoqadan bosh chiqarib qilingan harakatlar natijasida ushbu taklif 2500 ga yaqin ovoz to'plab g'olib deb topildi. 2025-yilning mart oyida ishlar boshlandi va bir yildan so'ng, ya'ni 2026-yilning mart oyida qurilish ishlari to'liq yakunlandi. Yangi inshootning ochilish marosimida so'z olgan mas'ullar viloyatimizdagi ulkan yangilanishlarga alohida to'xtalib, bunyodkorlik nasimlari bugun har bir hududga, har bir mahallaga, har bir ko'chaga kirib borayotganini alohida ta'kidlashdi. Ramziy tasmalar kesilib, mas'ullar, keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar yangi maktabgacha ta'lim tashkilotida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishishdi. 7 ta guruhdan iborat. Guruhlarimiz juda ham chiroyli jihozlangan. Tarbiyalanuvchilar aholi uchun qulay joyda va juda ham yaxshi sharoitlar bilan ishga tushirilib berildi. Kelajakda tashkilotimizda til to'garaklari, rus tiliga ixtisoslashtirilgan guruhlar ochish rejalashtirganmiz. Mazkur bog'cha 5,5 milliard so'm mablag' evaziga qurilgan bo'lib, 210 nafar bolani qamrab olish imkoniyatiga ega. Zamonaviy talablarga mos tarzda bunyod etilgan binoda bolalarning yetarli darajada ta'lim-tarbiya olishlari uchun sharoitlar mavjud. Keng va yorug' xonalar, barcha zarur jihozlar, o'yinchoqlar, o'quv qurollari, oshxona jihozlari, mebellar, inventarlar bilan ta'minlangan. Guruhlar uchun ajratilgan xonalar, yo'laklar, o'yin maydonchalari ham o'ziga xos tarzda rang-rang suratlar va ko'rgazmali vositalar bilan bezatilgan. Ushbu yangi ishga tushirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotida 20 ta yangi ish o'rni yaratildi. Taraqqiyot mahallasi 2022-yilda tashkil topgan. Mana shu oz vaqt mobaynida mahallamizda juda chiroyli ishlar amalga oshirildi. Mana bugun bog'cha ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Ota-onalarga qulaylik. Biz bundan juda mamnunmiz. Nabiralarimiz nasib bo'lsa bu yerga chevaralarim keladi endi. Biz xursandmiz. Mahallamiz 2026-yil og'ir mahalla toifasiga kiritilib, 3 milliard so'm pul ajratildi. Mahallamizda 4 kilometr asfalt qilish, artizan quduq kavlash, qolaversa mahallamizda